Assalomu alaykum azizlar. Biz yuqorida aytib o'tgan bosh miya qon tomir kasalliklarida keling bu safar biz bosh miya qon aylanish surunkali yetishmovchiligi to'g'risida gaplashamiz. Buni qanday kelib chiqadi, o'sha joyda qanday jarayon kechadi, o'shalar to'g'risida. Surunkali serebral yetishmovchiligi, ya'ni bosh miya qon tomir yetishmovchiligi eng ko'p tarqalgan cerebrovaskulyar patologiya hisoblanadi. Ularning odatda vegetativ disfunksiya, ya'ni vegetativ qon tomir distoniyasini hisobiga va umumiy yurak qon tomir kasalliklari fonida yuzaga keladi. Ya'ni bu degani yurak faoliyatida har xil kasalliklar oqibatida. Bularda nima bo'ladi? Bunda mana shu qon tomirlarda ateroskleroz, gipertoniya kasalliklari, ularning kombinatsiyalari, qandli diabet, tizimli biriktiruvchi to'qima kasalliklari, har xil vaskulitlar. Vaskulit deganimiz bu qon tomir devorining yallig'lanishi degan, ya'ni unga olib keladigan mana qizilvolchanka, revmatizm, sifilis kasalliklari va qon tomir shikastlanishi, ya'ni mana har xil travmalar hisobiga, jarohat hisobiga hosil bo'lishi mumkin. Shuningdek, qonning qovushqoqlikning oshishiga olib keladigan qon kasalliklar, bular eritema kasalligi, mikroglobulinemiya, kreoglobulinemiya va boshqalar shular jumlasiga kiradi. Ba'zi patologiya shakllari umumiy va mahalliy gemodinamika o'zgarishlariga olib kelishi mumkin. Bu davriylik, ya'ni o'sha paytdagi jarayon. Keyinchalik surunkali, asta-sekin progressiv cerebrovaskulyar bosh miya qon tomir patologiyasini namoyon bo'lishiga olib keladi. Bularga asosan surunkali bosh miya qon tomir yetishmovchiligiga quyidagi bosqichlarga ajratiladi. Bosh miya qon aylanishining yetishmovchiligining dastlabki belgilari, bu birinchi qo'yiladigan tashxisimiz. Undan keyingi bosqichga o'tishi bu distsirkulyator ensefalopatiya deyiladi. Distsirkulyator ensefalopatiya, dis degani ya'ni buzilishi, sirkulyatsiya bu qon aylanishi, ensefal miya holati, patiya bu kasallik, ya'ni distsirkulyator ensefalopatiya miyada qon aylanish surunkali buzilishi degan ma'noni bildiradi. E'tiboringiz uchun rahmat.